Jamiyatimizda sodir bo'layotgan ba'zi voqealarni eshitib, yoqa ushlaysan kishi. Gap shundaki, Toshkentda 31 yoshli erkak shar'iy turmush o'rtog'ining 11 yoshli qiziga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilgani uchun uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Ma'lumotlarga ko'ra, sudlanuvchi erkak qonuniy turmush o'rtog'i bo'la turib, boshqa bir erkak bilan rasmiy nikohi bekor qilinmagan ayolni o'ziga shar'iy nikoh bilan xotin qilib olgan. Bu ham yetmaganidek, shar'iy turmush o'rtog'ining voyaga yetmagan 11 yoshli qiziga nisbatan behayo xatti-harakatlarni sodir etgan. Mazkur holat bo'yicha sud ishi jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tuman sudida yopiq sud majlisida ko'rib chiqildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tuman sudi tomonidan sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi, 126-prim 1 moddasi 3-qismi, 112-moddasi 1-qismi, 25 bilan 119-moddasi 4-qismi va 119-moddasi 4-qismidan nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, Jinoyat kodeksining 59-61-moddalariga asosan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Toshkent shahar sudi apellyatsiya instansiyasining 2025-yil 17-apreldagi ajramiga muvofiq Sergeli tuman sudining 2024-yil 27-dekabrdagi hukmi o'zgartirilgan, ya'ni Jinoyat kodeksining 112-moddasining 1-qismi va mazkur modda bilan tayinlangan jazo chiqarilgan. Jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan o'tash uchun 16 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Hukmning qolgan qismi o'zgarishsiz qoldirilgan. Bolajonlarga qilingan har qanday jinoyat kechirilmaydi va u jazosiz qolmaydi. Unutmang, voyaga yetmagan farzandlarga nisbatan qilingan qabih ishlar ularning xotirasida bir umr saqlanib qolishi mumkin.